Hurmatli kitobxonlar, bugun sizlarning e'tiboringizga Luqmon Bo'rixonning Cho'rboq qo'riqchisi yoxud Xizr ko'rgan yigit asaridan parcha havola etaman. Asarda oddiy, kamtar va halol mehnat bilan kun kechiruvchi bir yigitning hayoti tasvirlanadi. U Cho'rboqda qo'riqchi bo'lib ishlaydi va o'z vazifasiga mas'uliyat bilan yondoshadi. Yigit har qanday holatda ham halollikdan chekinmaydi, birovning haqqiga xiyonat qilmaydi va pok niyat bilan yashaydi. Kunlarning birida u Cho'rboqda sirli va nuroniy bir kishi Xizr alayhissalom bilan uchrashadi. Bu uchrashuv yigit hayotiga muhim burilish yasaydi. Xizr unga sabr, shukr va iymon haqida nasihatlar beradi. Yigit bu nasihatlarni qalbiga joy etib, hayot sinovlariga bardosh bilan qaraydi. Asar davomida yigit turli qiyinchiliklarga duch keladi, biroq halolligi va ezgu amallari tufayli oxir-oqibat yaxshilikka erishadi. Aziz kitobxonlar, Luqmon Bo'rixonning Cho'rboq qo'riqchisi yoxud Xizr ko'rgan yigit asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.